Dada, tanishing yangi keliniz. Qachonsiz? Shu ko'chada ko'rganingiz olib kelyapsizmi nimadan? Yo'q dada, men yaxshi ko'raman buni, sevib qo'yganman. Yaxshi ko'rasiz? Ha? Disketagami nimaga bu? Avo dada, keliniz disketagida ishlaydi. Men senga hozir dehqonchasiga tushuntiraman bacham, qara. Darvozani oldiga gul ekdik. Shuni uydan ham sug'orib o'tdi, qaytan ham sug'orib o'tdi. Nima bo'ladi? Savob bo'ladi dada u. Savob bo'ladi? Ha. Men sen shu uchun katta qildim-mi? Yo'q, men sen shular uchun katta qildim men sen. Dada, bir marta to'g'ri tushuning. Qo'yver meni. Meni qaytib dada dema. Sendagi o'g'lim yo'q meni. Bunday demang. Dada dema deyapman. Dema dada. Urib o'ldiraman dada. Yaxshi ko'raman dada. Yaxshi ko'rishingga ishim yo'q, men dada deyman. Umuman dada deyman. Ha, Ismat aka, kechiring ha bir marta. Yoshlarda qucharman, og'u